Oytijo'lar, endi bolalar kiyimiga ham navbat yetdi. 19 ming so'm, 45 ming so'm, 29 ming so'm. Bolalar kiyimlari Xitoy original shunaqa narxlarga bo'lishi mumkinmi? 19 mingda ajoyib bo'lgan komplektchalar, bu yerda esa dvoykachalar ko'rishlaringiz mumkin. Ham qishga, ham bahorga, ham yozga. Ana bu yoqda jinsiy bryukachalar, oddiy bryukachalar, qora bryukalar. Bularning zo'rligini qarang, bir-biridan ajoyibligini. Ana bu amerikankani qarang, sifati вообще zo'r ekan. Futbolkalari ham original. Saralab yuksak did bilan go'zal narsalarni olib kelganlar. Kelaverasizlar, bir-biridan zo'r kiyimlarimiz bor. Bu yerda endi tug'ilgan chaqaloqlardan boshlab 13 yoshgacha bo'lgan bolajonlarga barcha turdagi kiyimlar mavjud. Sumkachalarning asalligini qaranglar. Buni asalchaligini qaranglar. To'ybob kiyimchalari ham bor ekan-ku bularga. Katta yoshda qizchalarga ham bor ekan. Kojiniy plashovkalar deysizlarmi, sportivkalar deysizlarmi? Mana bu yerda kostyumchalar ham bor, vichirovkalar bilan. Undan tashqari mana bu yerda yengli koftachalar ham bor. Shlapachalar alohida tema. Tepada turgan bir-biridan chiroyli bo'lgan dvoyka va troykachalar va koftachalar. Zagolkalardan tortib naskichalargacha Gulasal Baby Shopda mavjud. Manzilsiz bilgan kartoshka bozorining to'g'risi 5 etajlik domning pasta arzon va sifatli do'konining yonginasi Gulasal Baby Shop.